o'tganlarni vokzalga kiritmaydi. Ketdi. Ama ayıp dinlen buldum. Nimaga? Ne yutalganda sizlar yutalmaylar. Shundaymi? Qo'yman shuni Qoqmadin dedim-da. Iltimos sizlardan, uyga ketaylik, uyga ketaylik. Uyga? Ha, uyga ketamiz. Ketdik. Taksi chaqiring, taksi piyoda ketmaymiz-ku. Taksi Yandeks'ten chaqiraman. Chaqiring. Yandex bize. Yandeks'ten chaqiraman. Quvvatim bugun ham to'y kindirdik, to'y borayapmiz. Taksi. Yandex emas-ku bu. Ha, hurmatli maslar. Qayga? Uyga. Kelinglar, chiqinglar. Biza hurmatli dedim ha? Hurmatli maslar. Haydang Shofirga. Ketdik. Ketamiz. Sanmay uyimda sağlamsan. Ketdik. Ay, içerimizku. Taskin shunday qiynalaman. Boshim og'riydi. Sen ne bilan? Yo, men boshim dumalab ketaman. Sen Dumalab. Sen-chi, sen ham boshing og'riydimi? To'g'ri gap bo'ldi. To'g'ri gap bo'ldi. Manzillaringga yetib keldilaring. Tushinglar qani? Yetkinlik bor. Tish. Rahmat. Ana aka, rahmat sizga. Bu kamku, yana bitta qo'shing. Mana aka. Ha, bu boshqa gap. Hey, Shofir aka. Siz odamlarni hayotiga mas'ulsiz. Bunaqa kes haydamang lekin. Chaqmoqmiz, so'z maqsini chaqamiz. Kulgu bilan jilmayib, ko'zingizga boqamiz. Istasangiz marhamat, bizni bir tinglab ko'ring. Kimga yoqmay va yana kimlargadir yoqamiz. Yoqamiz. Yolg'onlarning boshiga urilgan bir to'qmoqmiz. Birovlarning ustidan kulishdan ko'p yiroqmiz. Ko'nglingizni ko'tarsin ustoz shogird kulgusi. Ilomonman, muxtorman, qarsillagan chaqmoqmiz. Yo'q, rostdanmi?
Bo'lishi mumkin emas. Qo'ying unaqa yolg'on gaplaringizni. Har kimga ham aytavermang, teshib qo'yishsa nima bo'ladi? Bir kun dam olish, yakshanba, unda ham xotindan darak yo'q. Hamma narsa bor. Choy olib kel desa, piyola olib kelmaydi, piyolani olib kelsa, choyni olib kelmaydi. Ha, choy olib kel. Ha, choy olib kel, choy. Ha, shuni ayting. Hozir. Qalbida zarracha dindan xabar yo'qda. Agar dindan xabari bo'lganda, erga qanday xizmat qilish kerak, nima qilish kerak er uchun hammasini tushungan bo'lar edi. Erni hurmat qilishni bilmaydi. 20 yil keyin tug'ilganimda yaxshi bo'laydi-da. Hozirgi yoshlar erini yaxshi ko'radi, hurmat qiladi. Choy demasdan choyga olib keladi. A choyni qachon olib kelasan? Choy, choy, choy. Choy o'zim borichi nima qilyapti? Bu yerdan beri bu. İshonmayman, ha, to'g'ri aytasiz. Voy o'lmasam. Bu o'ldirib qo'yay deyman. O'zim ko'rgan ekan qo'lga ham bo'shashib ketadi. Ey! Hozir. Dadasi. Shu dugonang bilan muncha gaplashdik. Bir piyola choy shuncha qiyinmi? Choy so'rayman, choy bermaysan. O'zi tomog'im tug'ilgan meni. Dugonam emas, adashib tushibdi ekan. Hali adashib tushgan odam bilan shuncha gaplashdikmi? Tanishing bo'lganda nima bo'lar edi? Xo'p, nima bo'pti dadasi? Bir piyola choy olsang nima, o'zi tomog'im tug'ilgan meni. Shuncha qiyinmi bir piyola choy olbarish? Ichasizda shu choyni? Yangi kotiba masalasi nima bo'ldi? Kotiba? Kotiba ham bir gap bo'lar-da shu. Dadasi, kotiba olsangiz bir erkak sifatidan, o'ziga qaramaydigan, oro bermaydiganidan, bir xunongidan oling, xo'pmi? O'zing borasan demasan ertaga. Shu aytgan xislatlar seni o'zingdan o'chaqsan. Yo'q sizga choy. Dadasi, men bu shkafim eskirib ketgan. Xolodilnik eskirib ketgan, ishlamaydi. Eskirgan. Qanoq qilib yashashni o'rgan. Mana sen ham eskirgan-ku. Almashtiramiz demayapman-ku. Yangisini olay demayapman-ku. Nima? Oling yangi, oling. Ana keyin ko'ramiz ko'chada ahvolingizni. Alo. Alo, assalomu alaykum. Kotiba qidirayotgan ekansizmi? Ha, kotiba qidiryapman. Men rus tilini, ingliz tilini, o'zbek tilini va er tilini juda yaxshi bilaman. Er tilini? Ha. Любой erkak bilan juda tez til topisha olaman. Ayollar bilan ham til topisha olasizmi? Ayollar bilan? Qarg'a ko'zini cho'qimaydi deyishadi-yu. Mana unda bir gaplashingchi. Alo. Erimni telefon raqamini qayerdan oldingiz? Internetdan e'londa. Hozircha erimga kotiba shart emas. Boshqa joydan ish qidiring o'zingiz. Bilan muloyimroq gaplashsang bo'lmaydi. Yering ham, ishing ham boshingdan qolsin, negachi? Nima? Erkakmi bu ayolmi? Ko'rdingmi? Bizning ishimiz ancha qiyin. Kimdir birov pora bilan ushlamoqchi bo'ladi. Kimdir yana bir boshqa bir yomonlik qilmoqchi bo'ladi. Gohida bir chiroyli ayollar telefon qilib odamni yo'ldan urmoqchi bo'ladi. Ishimiz qiyin. Dadasi, ana Romeo va Julietni bir-birini sevganlaridek seva olasizmi meni? Men o'qimaganman, nima degan bilmayman. Otella Desdemonani rashk qilgandek rashk qila olasizmi meni? Bilmayman, o'qimaganman deyapman, tushunmayman. Lekin shunaqa qilib jig'imga teganda bo'g'ib o'ldirib qo'yishim mumkin. O'qimagan, faqat bo'g'ib o'ldirishni biladi. Bir piyola choy ber, choy. Choy ichaman deganmidingiz? Chiqarsiz. Dadasi, keling choyga.
Ha, keling. Keling. Qani. Assalomu Ha, ko'rishgan o'tiring. Xo'sh. aka, yaxshimisiz? $100 qarz berib turing, ertaga 200 qilib qaytaraman. Aniq ertaga 200 qaytaraman. Aniq 200 qilib qaytaraman. Men foiz berishni xohlamayman. Sizlar meni o'z holimga qo'ymaysizlar. Ertaga gaplashamiz. Sen ertaga 200 qaytarishing kerak-ku. Nega qilibsizlar? Ertaga 100 olib ketay, sendan chiqmasin. Seni o'ylayapman. Qiynalib qolmasin deyapman seni. Tushunmadim men. Yo'q joydan $100 qarz olib qolaymanmi? Ey, dunyoni ichiga kir, aylan, sayr qil, o'yna, kul. Lekin dunyoga berilma, dunyo seni ichingga kirmasin. Bu dono gaplar menga nima aloqasi bor? Mazam bo'lmayapti. Ha? Piyoda qayoqqa ketyapsan? Bo'ynimda qarz bilan mashinada yurgandan ko'ra piyoda yurgani yaxshi-ku. Mazam bo'lmayapti. Ha, havo yetishmayaptimi? Pul yetishmayapti, pul. Menga ham pul yetishmayapti. Hammaga pul kerak. Aka, anchadan beri sirkda ishlaysiz. Yo'lbarslarni, sherlarni qo'lga o'rgatib, qanday bu o'zingizni yeb qo'ymayaptimi? Bilmasam, Semir shuni kutayotgandir-da. Qisqasi, oldi qochdi gaplarni qo'y Alibek. Hop. Men sendan xafaman. Nimaga? Yaqinda uylanding, to'g'rimi? Ha? Restoranda men gaplashdim. San'atkor deysanmi, kamera boshlovchi. To'yingga zo'r xizmat qildim. $1000 qarz ham berdim, to'g'rimi? Ha? Lekin nomard biror marta eslamading, telefon qilmading. Telefon qilsam ko'tarmaysan. Aka, men sizdan xafaman. Nimaga xafasan? Xotin mazza ekan, nega aytmagansiz oldinroq? Kim qachon uylangan bo'lardi? Unda nimaga kayfiyatsiz yuribsan? Bu xotin degani pul degani ekan. Bir tomoni mazza bo'lsa, bir tomoni bemazza. Aka, 1 million qarz berib turing. Nima men sizlar hammangga pul chiqaradigan zavodim bor. Yo'q pul. To'yga olgan mingni qachon qaytarasan? Qaytaraman aka. Bo'pti. Xotin? O, xotin. Xotin? Bu yana telefonni yeyapti-da. Bunga telefon bo'lsa bo'ladi. O'lja kelyapti-ku, o'lja. O, Firuzjon. Assalomu alaykum. Qo'shni yaxshi. Qanday o'zi ishlar? Kayfiyat. O'zi zo'rmi? Shu Firuzjon seni kutib turgan edim-da. Nima gap, tinchlikmi? Shu desang 1 million qarz beribdir. Qarz deysizmi yana? Boringga shukrsin. Pokistonda 700 ming so'm pul bor ekan. Aha. 300 qarz bo'lyapsan-da. Kimdan qarz bo'lyapti? Sen qarz bo'lyapsan-ku 300, ertaga berasan-da. Hali o'tgan galga olgan pulingiz turibdi, berganingiz yo'q. Ko'p jig'imga tegma. Mana daftarimga yozib qo'yibman. Shunaqa nervimga tegadigan gaplarni gapiraversang, o'chirib tashlayman, pulingni ololmay qolasan.
Muhtarakka qarang. Uyingizga biron marta o'g'ri tushganmi? Menga po'pisa qilyapsan-da uyingga o'g'irlikka tushaman deb, a? Sizga pul berganimda xotini eshitmasin. Seni xotining eshitmasin. Oliy toifali xotin qilaman-da. Qanday ishda? Qiziqsin ish. Yangiga aytsangiz, bo'ldi, nafaqat meni xotinim, butun mahalla eshitadi. Shuni o'ylamabman. Tushundingizmi? Sen ham hech kimga aytma, men ham hech kimga aytmayman, xo'p? Mayli, sog' bo'ling. 300 qarz bo'lding lekin. Ya, assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Yaxshi, o'zingiz yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Aka, sizga hamisha havasdamiz. Cho'ntaklaringiz pullarga to'lib beradi-da. Bobomning pullari hamisha xaltada bo'lar edi. O'zingiz har 3-4 kunda yaltada bo'lar edi. Bizniki esa plastikda. Hozir plastikka pul qo'ymang. Nimaga? Firibgarlar ko'payib ketgan hozir. Ulgurishmaydi. Kreditim bor, birdan yechib qo'yadi. Ha, aytgancha. Bir savol beraman deyman, shu esimdan chiqib qolgan. Mana hozir o'zingizni ko'rdim. Endi shu savolni berayin. Sizni puldan ham boshqa narsa qiziqtiradimi? Ha, pulni qaydan topish qiziqtiradi? Ha, to'g'ri. Lekin pulni kelishi toshbaqaga o'xshaydi. Ketishi esa quyonga o'xshaydi-da. Yomoni qarz. Hech kimdan qarz bo'lmay yashash kerak. Qarz yoki piyolga quyilgan choyga o'xshaydi. Boshida issiq bo'ladi, ichgan sayin odam huzur qiladi. Vaqt o'tgan sayin muzdek muzlatadi-da. Qarz yomon. To'g'ri aytasiz. Alo, onasi. Eshitaman. Ha, bugun kelishadigan bo'ldimi? Bo'ldi, hozir yetib boraman mana. Endi menga ruxsat berasiz. Ha. Bizda uyimizga, qizlarimizga sovchilar kelyapti ekan. Sovchilar? Kechagina o'zim uchrashuvga borib, qishloq bolalar bilan, qishloq bolalar bilan urushib, goh tayoq yeb, goh urib kelar eding. Vaqt qaray, qo'yil. Lekin qiz beradigan odam bor-ku, endi men sen qiz chiqaradigan bo'lsang, shuni e'tibor qil. Qiz beradigan odam ikkilizda qisish kerak. Nimani qisish kerak? Qisish kerak bo'lgan hamma narsani. Qizni uzatgandan keyin qizni ota-onasidan xo'jayinlik qiladigan barcha vakolatlar ketadi. Hammasi kuyov o'tadi. Kuyovlarni payg'ambarlar siylagan. 1.5 til qilishni o'rgatgan kerak. Qizni butun bir hayotga tayyorlab qilgan. Buni shuni butun ovqat sizlarga o'rgatgan. O'rgan xonadonda hayotga rahmat, uning rahmat degan rahmat ishlatadilar. Qilishni o'rgatgan kerak. Qizni butun bir hayotga tayyorlab qilgan. Buni shuni butun bir ovqat sizlarga o'rgatgan. O'rgan xonadonda hayotga rahmat. Hozir. O'zim telefon qilaman senga. Alo. Ha, qizim, yaxshimisan? Ha. Nima? Ha, yashama gurlar. Hozir men dadangga telefon qilaydi. Kuyovlarni payg'ambarlar siylagan. Yer yarim pir. Tushuntirdimmi? Tushundim. Xo'p, bo'la. Telefon qilib, xotin telefon qilyapti. Alo. Dadasi? Ha, xotin. Qayerdasiz? Tez yetib keling uyga. Ha, ana qudalaringiz bilan bir boshqacha gaplashib qo'yish kerak. Qizingizni 9 gacha uxlaysan deb kun bermayapti ekan. Nima deb 9 gacha uxlaydi-da? Uxlaydi-da 9 gacha. Yosh bo'lgandan keyin. Ha, tez keling-da. Kimni haddi soldi meni qizimni urishishga? Hozir boraman. Qizimni bir tola sochini, agar bir tola soch uchun javob beradi ular. Hozir boraman. Chaqmoqmiz, so'z mag'zini chaqamiz. Kulgu bilan jilmayib, ko'zingiz
dengizga botamiz. İstersangiz marhamat, bizni bir tinglab ko'ring. Kimga yoqmaydi yana, kimlargadir yoqamiz. Yoqasiz. Yoqamiz. Yolg'onlarning boshiga urilgan bir to'qmoqmiz. Birovlarning ustidan kulishdan ko'p yiroqmiz. Ko'nglingizni ko'tarsin ustoz shogird kulgusi. Ilomonman, muxtorman, qarsillagan chaqmoqmiz. Sharsillagan chaqmoqmiz.